Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Zamira. Bu degani rus tili grammatika. Siz darsimizning har hafta chiqadigan yana bitta qiziqarli soni. Zamira o'zi kim? Oliy ma'lumotli rus tili va adabiyot mutaxassisi, 8 yildan buyon rus tili o'qituvchisi hamda Toshkent shahrida joylashgan Poliglot o'quv markazining asoschisi va shunchaki savob yo'lida rus tilini bepul o'rgatadigan shaxs. Boshida v bilan na ajratishni o'rganamiz. V degani nimadirni ichida degani so'zdan oldin keladi. Например, v telefonni ichida. Na esa nimadirni ustida degan ma'noni beradi. Na stoli, stolni ustida. Va so'zingizning oxiri 90% da ye bo'lib ketadi. Na stoli, v kniga, v telefoni, na остановке hammasi ye bo'lib ketyapti. V yoki na so'zning oldiga qo'shilganidan keyin. Videomizni oxirigacha ko'ring. Sizga 5 ta rus tilini tezroq o'rganishingiz uchun vazifa tayyorlab qo'yganman. Hozirgi zamonda narsalar nimadirni ichida turibdi deyishni o'rganamiz. Lежит, ya'ni nimadir yotibdi. Ikkinchisi стоит, ya'ni nimadir turibdi. И висит, ya'ni nimadir osilib turibdi. Kniga стоит на столе. Kitob stolning ustida turibdi. Na bilan berdik. Дерево стоит на столе. Daraxt turibdi stolning ustida. Endi osilib turibdi desak qanday aytamiz? Обезьяна висит на дереве. Висит osilib turibdi degani. Keling yana bittadan primer aytaman, siz esa yodlab qolasiz. Kontakты в telefoне. Kontaktlar telefonning ichida. Student стоит на остановке. Student oстановkada turibdi. Дедушка лежит на диване. Дедушка divanning ustida yotibdi. Яблоко висит на дереве. Olma daraxtda osilib turibdi. Или девушка повесилась на дереве. Qiz o'zini daraxtga osib yubordi. Dальше. Agar videolarimiz sizga yoqayotgan va foyda keltirayotgan bo'lsa, bizga like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Tezroq rus tilida gapirib ketishingiz kerak. Bunda men sizga yordam bera olaman. Profilning shapkasida Telegram ссылка bor. U yerga o'tib, bemalol o'zingizga offline yoki onlayn kurslarni tanlasangiz bo'ladi. Admin sizni darajangizni aniqlab, sizga mos guruhni qo'yib beradilar. Keling, endi o'sha исключенияларда primerlar aytib ko'raman. Siz esa buni yodlab olasiz. Окончание e emas, u bo'ladigan исключениялар. Frukты lежат в саду. Mevalar bog'da yerda to'kilib yotibdi degan, yerda yotibdi degan ma'noda. Брюки в шкафу. Shim shkafning ichida. В шкафу bo'ladi, в шкафе bo'lmaydi. Buni eslab qoling. Bu shunaqa frazalar. Волк в лесу. Bo'ri o'rmonda. Я в аэропорту. Men aeroportdaman. Мусорная урна в углу. Musor soladigan idish burchakda ham в углу deb talaffuz qilinadi. Siz tayyorsiz, endi bemalol v bilan na mavzusida gapirishingiz mumkin. Lekin bu grammatika sizga kamlik qiladigan bo'lsa, bizning o'quv kursimizda yana playlistimizda ikkinchisida rus tili grammatika bilan mavzusida v bilan nani polni yoritib berganman. Kirib, ko'rib, yanada qattiqroq tushunib ketishingiz mumkin. Men va'da bergan 5 ta vazifa. Men o'zbek tilida aytaman, siz rus tilida kommentariyada yozib qoldirasiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Go'sht xolodilnikning ichida turibdi. Men bog'daman. Onam oshxonada. Sanjar moshinning ichida. Sumkamda daftarlar yotibdi. Misollarni rus tiliga tarjima qiling va kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha paka.